deganlar, ichki ishlar xodimlari bor. Militsiyadagi tergovchilar bor. Milliy gvardiyani bolalari bilan gaplashamiz. Skoridagilar bilan, doktorlar bilan ba'zida gaplashamiz. Gapira olmaydi ular ham. Dardi ichida. Mana Milliy gvardiyani 3-4-5 million oylik olishadi, lekin itda ishlatishadi. Ichki ishlarda ham aqrandan turadigan bolalar bor, sudda o'tiradigan bolalar bor. Arzimagan pulga o'tirishadi, iloji yo'q. Agarda bu ishni tashlab ketsa, iloji yo'q. Boshqa ish topish qiyin. Bu chunki bu ishga joylashguncha qancha o'qigan, armiyaga borgan, institut o'qigan, boshqa ishlarni qilib zo'rg'a joylashgan 5-6 million oylikka. Yurishdi mana uchastkoylarimiz ham arzimagan oylik oladi, lekin ishi onasini yemsin bo'lib yotdi. Mana kecha ham polkovnik bilan gaplashyapman, tanishim. Shunaqangi itda yugurtirishadi. Gapirsiz, qo'ying deyoradi. Mana ichki ishlar o'z xodimlar, davlatdan pul oladigan xodimlar o'zi qiynalyapti. Chunki o'sha halollari ko'p ichida bo'ladi. Haloli o'lcha borsa 8 million oylik oladi. Lekin 4 ta bolasi yo 3 ta bolasi bo'lsa yetkiza olmaydi, qorni to'yadi, bo'ldi. Yana bir ikkita maydacha narsa qilish mumkin. Bir o'shalar ham bor-ku, katta bir ofitserlar nimalar 4 ta bolasini olib borib bitta restoranga borib ovqatlanishga o'shaning xarajatini ko'tarmaydi masalan. Bu oyda bir borish kerak. Poraxo'rlari to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin halollari bizda o'sha halol ichki ishlar, doktorlarimiz, halol ishlaydiganlar birortasi normalniy yashamaydi o'sha mablag' bo'yicha. To'g'ri, korrupsionerlar maza qilib yashashi mumkin.